Ingliz tilida so'zlarni samarali yodlash uchun nima qilish kerak? Xo'p, hozir sizlar bilan passive vocabulary haqida gaplashamiz. Bu siz listening va readingda ishlatadigan vocabularylar hisoblanadi. To'g'ri, speaking bilan writingda foydalana olmasligingiz mumkin, lekin ertaga real examga kirganingizda readingni o'qib tushunish uchun, listeningni eshitib tushunish uchun sizga passive vocabulary juda ham muhim rol o'ynaydi. Endi passive vocabularyni yodlash uchun hali ham traditional usuldan foydalanib, daftar olib, bir tomoniga inglizcha, bir tomoniga o'zbekcha so'zni yodlab to'tiqishga o'xshab qaytarib yurgan bo'lsangiz, bu juda ham yomon usul hisoblanadi. Sababi bir haftadan keyin sizdan mana shu so'zlar esingizdan chiqib ketib qolishi mumkin. Xo'p, unda nima qilishimiz kerak? Buning uchun sizlarga oldindan maslahat bergan kitobim ELS kitobidan foydalansangiz bo'ladi. Kichkinagina tekstchalar bor bu kitobda. Mana shu tekstchani olasiz, to'liq so'zlarini, bilmagan so'zlaringizni tarjima qilib chiqasiz va mana shu tekstni o'zini qayta o'qishingiz kerak. Kamida 5 marta, 10 marta o'qisangiz, bu sizga juda ham katta yordam beradi. Birinchidan, bu so'zlarni qayta o'qiganingiz uchun kontekst ichida passive vocabularyga qo'shib qo'yish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni ko'rganingizda taniydigan holatga kelasiz yoki eshitganingizda taniydigan holatga kelasiz. Ikkinchidan, bitta tekstni o'zini qayta o'qish sizni speed reading darajangizni ko'tarib beradi va ertaga reading ishlayotganingizda sizni foydangizga hal bo'ladi. Uchinchidan, bitta tekstni o'zini qayta o'qish xotirangizni yaxshilaydi. Ingliz tilida memory rivojlanadi. Agar siz mana shu 3 ta skillni birdaniga ko'tarmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu usulda ishlashingiz kerak.